Narxlarini juda ko'p odam so'rayapti. Shu motorlarni ustanovkasi bilan, hamma rasxoti bilan mana mashinani olib keladi, kalitini beradi sizga. Maslahatingiz. Perivalga qanaqa-yu, mesni yo'lga, oddiy yo'llarga qanaqa u motor? Bu motor Hyundai Porter bilan Kia Bongo'ga qanaqa motor qo'ysak bo'ladi deb so'raganlar bor ekan. Agar korobkasi qolorsan desa, o'sha 1700, 1800 ha, mashina mexanika bo'ladi, 6 skurli bo'ladi. Xo'p, uni postoянный pivoga qatnaydiganlar bo'lsa, вообще zo'r motor, moshni, baquvvat. Avtomat ham bo'ladimi? Xo'p, avtomat desa, avtomatdan qilib berilaveradi. Assalomu alaykum ahli guruhi, shopir akalar. Hozir talablarga binoan Hyundai Porter bilan Kia Bongo'ga qanaqa motor qo'ysak bo'ladi deb so'raganlar bor ekan. Shunga hozir ustani oldiga keldim. Ustadan hozir maslahat olamiz. Hozir bitta Porterga qo'yilgan motor bor. Bitta ko'ringlar ovozini. Mana shu yerda hozir ko'ringlar. Mana usta, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xullas, Hyundai Porter bilan Kia Bongo deyarli bir xil mashina. Shularga qanaqa motor tavsiya qilasiz, qanaqa motorlar qo'yilyapti? Hozirgi videoda 104 motor qo'yilganini qo'yib berdim. O'zinglar qo'ygan ekansizlar haligi. Shunga o'sha 104 lar qanaqa bo'lyapti? Shu haqida bir gapirib bering, keyin boshqa motorlardan bitta ma'lumot olaveramiz. 104 motorimiz ham 6 silindrli bo'ladi, 208, 3.2, 3.6 ob'em bo'ladi. Bu ham zo'r baquvvat motor. Xo'p, korobkasi mexanika bo'ladi, 6 skurli bo'ladi. Xo'p, uni postoянный pivoga qatnaydiganlar bo'lsa, вообще zo'r motor, moshni, baquvvat. Pivoga uchib chiqadi. Zo'r motor. Qaynamaydi, qiynalmaydi, galop yormaydi, ancha-muncha pirkletga urmaydi, zo'r motor. Baquvvat. Uni o'rnatish jarayonida nima ishlar qilinadi? Shularni ham bir sanab o'tsangiz, shopirlar ko'pchilik bilmas ekan. Endi motor, korobka almashadi. Shu endi ustanovkaga, ya'ni perdalga ishlari ketadi-da. Komplekt qo'yiladi, komplekt qo'yiladi ham. Avtomati ham bo'ladimi? Xo'p, avtomat desa, avtomatdan qilib berilaveradi. Ob'em balandroq bo'lsa. Egasiga qarab, Xo'p, keyin hozirgi kunda, masalan, hozir eng ommalashyapti-ku. Hyundai Genesis degan motor hozir endi ko'p qo'yilyapti ekan. Shu haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Hozir kunda juda ko'p usta qo'yapti. Genesis 2 litrli turbina motor qo'yishyapti. Keyin Genesisda 308 atmosferli ham bor. Unga nisbatan ko'pincha turbinali qo'yilyapti, benzinli 2 litrli. Bu ham zo'r baquvvat motor, turbinali hisobiga. Zo'r chiqyapti. Hozir rosa trendga chiqyapti ham. Qarangda, masalan, hozir Mers qo'yilsa, zapchaslarini topish yoki masalan remont qilish ilojisi bor-a? Mers. Hamma zapchas topiladi. Nimachi? Genesisda ham bemalol, zapchasini topsa bo'ladi. Genesis ham kelyapti. U motor yangi motorlardan, hozir yangi elektrik motorlardan unga zapchaslar ham topilyapti. U ham ko'payadi. Endi qarang. Masalan, Porter bilan Bongo deyarli bir, shularga endi hozir bugungi videomiz shu mashinalar haqida. Xo'p, oldin bir modaga chiqqan edi, hozir endi ancha qolib ketdi. Hyundai Starex motorini, zavodskiy gaz motorini ko'p qo'yishgan edi oldin. Shu haqida bir ma'lumot bersangiz. U masalan arzonroq motor, to'g'rimi? Arzonroq, qanaqa bo'ladi maslahatingiz? Perivalga qanaqa-yu, mesni yo'lga, oddiy yo'llarga qanaqa u motor? Xo'p, bu motor ham yaxshi, chidamli motor, faqat gazga yuradi, metan, propan, benzinga yursa bo'lmaydi uni. Bu ham 6 silindr. 6 silindr. Xo'p, u motorda endi asosan chetda mesni yursa, bu ham zo'r yuradi. Agar perivalga chiqsa, juda ko'p shopirlarda bo'ladi, galopga yorish, pirkletga tez urib qo'yadi motorda. Shu aybi bor, perivalga ko'p qatnasa, mesni yursa zo'r yuraveradi. Endi iminni perivalga chiqadigan, masalan, Hyundai Porterlarda, Kia Bongo'larda perivalga chiqadigan akalar bo'lsa, iloji bo'lsa, Mers 104 tavsiya qilasiz, Hyundai Genesis baquvvat motor. Eng baquvvatlari ikkalasi turibdi-da. Yana bitta motor bor, Kia Carnival'da V6 motorlar. Ular qanaqa? Perivalga ob'emiga balandrog'ini qo'ysa qanaqa bo'ladi? Mesni yo'lga qanaqa? O'sha motorda to'liq bir xo'p, Kia Carnival'ga ham shu yangi hozir u ham qo'yilyapti. Bu ham oldin bo'lmagan, endi qo'yilyapti. Bu ham zo'r motor, perivalga ham, mesniga ham zo'r gapiraveradi. Bu
U ham chidamli, ancha-muncha galopga yormaydi. Hop, yangi viska motorligi uchun ancha-muncha avtolar rasod qilmaydi. Aha. Endi u motorlar 2010da bag'adagi motorlarda 2010 bo'lsa 2015, 10, 12. O Starex'lar eski viskalar uchun. Starex'lar oldingi Vipskadan, Carnival va Genesis'lar yangi viskalar uchun Vipska. ancha-muncha ko'rsalar ham baquvvat chiqqan yangiligiga. Avtorasdan qilmaydi, galopga ham yormaydi. Zapchastlaridan muammo bo'lmaydi xudo xolasa. Xo'p, qarang. Keyin narxlarini juda ko'p odam so'rayapti. Shu motorlarni ustanovkasi bilan, hamma rasxoti bilan mana mashinani olib keladi, kalitini beradi sizga. Necha kunda, necha pulga yurgizib chiqarasiz? Masalan, elektrik sohasi, programma, u hammasi bilan Hyundai Starex necha pul, Mers necha pul, Genesis necha pul, Kia Carnival necha pul, shularni ham narxini o'rtacha hisobda aytsangiz, masalan, plus minus bo'lishi mumkin. O'shalarga hozir o'rtacha narxini aytadi. Juda ko'p odam so'radi, shunga narxini aytsangiz. Birinchi 104 dan boshlashsiz. Mercedes 104 dan. Xo'p, bunga o'zini korobka qo'yiladi. Hyundai korobka tushmaydi. Bunga Mercedes korobka qo'yiladi. O'sha o'zini korobkalari bilan endi ob'yomiga qarab 2,5 mingdan 3 minggacha bitib chiqadi, benzinga yurib chiqadi. 2,5 ming dollardan 3 ming dollargacha yurib chiqishi hamma rasxot ichida. Hamma rasxot ichida o'sha motorning ob'yomiga qarab o'sha 2,5 ming 3 minggacha. U Mersga yana bitta savol tug'ilyapti. U 104 Mersga Hyundai'da o'zini korobkasini moslab bo'lmaydi. Yo'q, moslab bo'lmaydi. Mercedesga moslab bo'lmaydi. Bo'ldi. Xo'p, keyingi motor. Xo'p, keyingisi shu Genesis 2 litrli turbina. Xo'p, bunga o'zini korobkasini perdelga qo'ysam bo'ladi, portlar bo'ngulagini. Tak. O'zini mexanik korobkasini qo'ysa bo'ladi. Porterda korobkasi qolsa, masalan, bo'ngulak. 2,5 ming atrofiga yurib chiqadi benzinga. Agar zavodskiy o'zini korobkasini komplekt qilib chiroyli qilib qo'yaman desa, komplekt qilib qo'yaman desa 3 mingga borib qoladi. Endi masalan kimdir oddiy yo'lda yuradigan odamlargacha arzonroq motor kerak. Ularga Starex masalan arzoni, to'g'rimi? Starex. Necha pulga tushishi mumkin? Endi arzon bo'ladi. O'sha Starex, xo'p. Uni ham o'sha zbori korobkalari bilan bo'lsa, 2 mingdan yurib chiqadi gazga. Agar o'zini korobkasi qolaversin desa, o'sha 1700, 1800. Mashina Porter yoki Bongo'da korobkasini o'zi qoladi, Starex qo'yadi motor qilib, endi moslanadi-da. O'shandacha 1800 ga atrofida 200-300 dollar arzonroq bo'ladi. 200-300 dollar saqla xolos. Agar 200-300 dollardan qochmasalaring, komplekt qo'yganga baribir yetmaydi zavodskiy o'zini narsasiga. Xo'p, Kia Carnival'niki qoldi. 27, 33 degandek ularda. Misol uchun asosan 207 qo'yilyapti. Bongolarga. Carnival 207. Bu ham agar korobkasi bilan birga desa 2,5 mingga benzinga yurib chiqadi. Ya o'zimni korobkam qolaversin desa 2 mingga yurib chiqadi benzinga. Endi bulardan tashqari yana bir motor bormi tavsiya qiladigan? Masalan, ko'pchilik so'raydi, gapingiz bo'ldim, ko'pchilik so'raydi, 111 da so'raydi. Endi 111 bilan menimcha baquvvat motor emas. 111 ham zo'r bir eshik motor. Rucha quvvat pastroq, chunki 4 silindr, ob'yomi past. 2, 3 ob'yom past. Mesniga endi yurib tursa bo'laveradi, lekin pervalga, podiumga qiynaladi. Oddiy mesni yo'lda ham ko'p yuk ola olmasa kerak. Ko'p yuk olsa qiynaladi, endi yuraveradi deb qiynaladi. Endi qanaqa motorlar tavsiya qilasiz yana? Hop, endi hozir yana ko'p qo'yilib turgan motor Santa Fe motor bo'lyapti. U ham yaxshi zo'r motor chiqyapti. Santa Fe. Ham arzon, juda ko'pchilik benzin yurgizmayapti, uni gazni o'zi yurgizib berishyapti. Zavodskiy gaz holatda yuraveradi. O'sha gaz metan, propan yuraveradi. Ash 2000 dan atrofiga yuradi u ham. O'zini korobkasi. Porter bo'lgan korobkasi bilan 2000 ga. Gaz yurib chiqyapti. Agar uni o'zini korobkasi bilan qo'ysa-chi, u ham 2,5 ming. 2,5 ming aylanadi. Agar Bongo yoki Porterda korobkasiga moslasa, motorda o'zini 2000 da atrofida 2000 atrofida yurib chiqar ekan. Mana sizlarga eng arzon variantlardan. Ustanovkasi, elektronika, programma, ustana xizmat haqqi yo'q, kardan-bardan hamma narsasi ichida bu aytilayotgan narxlar. Xo'p, o'sha eng arzon variantlari Starex, Santa Fe, Carnival. Eng arzon variant. Endi Perivalga tinmayman, shu yukni uraman, bosaman deganlarga Mers bilan zo'r o'sin desa, shu Genesis bilan Mercedes. Manzilda ham yetib keting usta. O'zingiz manzilni tushuntirsangiz, ko'pchilik manzil so'rayapti. Xo'p, ishxonamiz Marlon stansiya prezida oldida. Marlon katta kuruk tomondan tushiladi. Marlon kurukdan
Poyezd vokzalida yonida. Mhm. Bo'ldi, o'zimizda motor, zapchast nima ham yo'q bor. Ish o'shdan bitib ketadi. Xudo xolasa mana shu yerda nomer qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar, yo bo'lmasam Telegramdan gruppaga yozaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa kommentariylarga qoldirsangiz, yana video qilamiz. Xudo xolasa, kimga qanaqa savol bo'lsa, qanaqa yordam kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Shu kommentariyaga yozinglar, yo bo'lmasam gruppaga kirib yozsalaring ham javob yozamiz. Ha, yana bitta narsa. Buni o'chirib qo'ying.